Ama hakikaten qanchalik bir zulüm, tarix, uzun tarix qarasak mı? Biz tünügünkü bir millet emas hamda nurgun saltanatlik devrimiz dünyaga mayli ilim jihatin bolsun, kuch jihatin bolsun. Bugün bir qancha asrdan buyon bu zulmatni tatib atgan bolsak mı? Ömürlük emas. Chuqum onun ahiri keldi bununla işinimiz. Hamda özünüzdeki şuncha bola şu 30 yıldan aştı o hazır. 30. Bu yıl 1996 yılı dal şu 7. ayda Şinjan televiziyası dep atalgan şu Uygurlarning özümüzün vatandagi şu asaslı televiziya kanalı hizmet kirtkenme dal 30 yıl oldu kemen. Demek ki bu şuncha bola uzun musafa bir axborotni ochilib o'tdi. Uning keyinden chet elga chiqibmi nurgun egizpaslik hem axborotlarla qolmay oxirgi yillarda hem aktivist hem Sharq Turkistonning bu kitap masalasi bilan birga nurgun sohalar bilan ko'rishdingiz bir faoliyatchi bo'ldingiz ham deyapti bir uning yeniga. Bu mezgilda hammamiz faoliyatchi bo'lib ketdik. Shunda. Hamda shu ko'rgan his qilganlaringizdan hamda bundan keyingi kunlarga nisbatan yani adı mesela Erkin Asya to'xtab qolganmi? Bir yil bo'ldi hozir. Kelgusiga bo'lgan ishonchingizni nimadan olasiz siz masalan? Uning keyinden bir millat bo'lish sifatimiz bilan shu qaysi o'rtaq qimmat qarash yuqorida so'zladingiz biroz. Birlashgan vaqtimizda dunyoning har qaysi joylaridagi xalqimiz texnik bir ruhlanadigan o'rtaq bir qimmat qarash ustida milletimiz şu sahalarni qo'ldan bermagan vaqtda texnik biz zich bo'lalaymiz degan ko'z qarash haqida. Bek bir chunqur bir savol yalqin. Şu nimdaymi Uyg'urlar har kasbga muhtoj. Xo'sh. Mushu kichik bir Turkiyaning ya'ni Safakoy rayonidagi ahvolning o'ziga qarasaqmi? Agar biz bir millat bo'lib, bir davlatga ega chiqishimiz uchun yani güçlenishimiz kerakligini his qilib yetalaysiz. Biz faqat Uyg'ur taomlari bilanla Uyg'ur bo'lamaymiz. Biz faqat Uyg'ur jurnalistligi bilanla Uyg'ur bo'lamaymiz va vatanni quramaymiz. Kelgusida qalbimizda bir shunday o'rtaq arzusi bor, o kelgusi Sharq Turkistonni ozod qilamiz va uningda xizmat qilamiz deydigan. Hamma soha qimmatlik Uyg'ur uchunchi. Elqi ma soha cho'qim bizga keraklik, ma bu sohada jiq pul topqili bo'ldi, u bu emas. Bizning binokorlikmi? Ya'ni nimamiz bor, ehtiyojimiz bor. Usta oshpazlarga ehtiyojimiz bor. Usta dehqonlarga ehtiyojimiz bor. Ya'ni bir davlat bo'lib qurilish uchun har sohadagi insonlarning o'rtaq o'zining kuchini, o'zining talantini joriy qildirishga to'g'ri keldi. Shu yuzdan endi mayli nima kasbni tutib qivatayli, mushuni texim taraqqiy qildirish, ya'ni o'zimiz bilgan kasblarni texim rivojlantirish va uning piriga aylanish-chi. Uningdan bir iqtisodiy qimmat yaratishni nishon qilib, davomli ilgarilashimiz kerak va o'zimizning to'plagan tajribalarni keyingilarga o'g'itib, ya'ni tajriba savoqlarimizni o'rtoqlashib, agar masalan bir so'diga usta bir qerindishimiz bir narsaga mablag' solmoqchi bo'lib, ko'zi yetib shu so'diga ashning iqtidor ashning yasimi pul topolmayotgan bo'lsa, sal puldor ammo bir yak yig'ib qo'yaychi deyotgan qarindoshlarimiz ashning masalan o'simsiz qarz berish orqali bir mushu korxonachini qo'llab bersak, u korxonachi o'zining oilasi emas, atrofidagi o'nlagan oilalarning iqtisodiy kafolatini yaratishi mumkin. Shunga ko'zimiz yetgan ishlarga hamkorlashishni o'rganishimiz kerak-ku. Bir qarindishimiz kasbiy jihatda sal nachar bo'lib qolgan bo'lsa, "Ha, qilamg'anlik qilmish-chu" demay, fikrimiz bo'lsa fikrimizni berib, kuchimiz bo'lsa kuchimizni berib, tajribamiz bo'lsa to'xtab turib, "Menmi qilib boqqan ufkan ishni vatanda, men sana o'zimning bilganlarini deb beray, mana bundaqroq qilsang texmi yaxshi bo'lamdikin" degandek mushundaq ilqi hamkorlik degan shundaq bo'ladi, e'tirof qilish va billa huzur elish, billa ilgirlashchu. Men shu nimani aralab etib
Safakoy'unu arlab etip, Etken Çay degan bir şundaq suyumlik bir kafeye kirib qaldım. Siz gulculuk mu deb sordum ilk kızdan. Gulculuk emasken ama Etken Çayını şunçalik o'xshitib etibdi. Acabmi opamdagilar, cho'ng opalarimdagilar etibsiz, ukam, bek rahmatchimi desam, voyada Etken Çayımı oson ish emas ekan, buni degan necha kunlab o'rgandim. Ashu g'uljilik bek usta hadamni shogird tutib, ashuni o'rganib, aşı vayığı yetkisi boğandı ki Etken Çay da bir kafeni içipti. Demekçi hemimiz kılalayımız ügensek birbirimizden. Yeni bir misal şu bugün şu pek heyecanlık bir ziyaret oldu. Ben için Etken'den açtığın ki şu Türkistan kütüphanesini ziyaret kılışkı muvaffak buldum. Ablatacım özü başlap kirdi. Şu kütüphaneni arlab etip Nim kısam yenim kelip dadangızning mı kitabı? Muş kütüphanamızda diye hayran kaldım. Kirip şunu bile ılık dadamның G'arbi diyar ve Kadimi Medeniyet degan bir kitabı bulduğun. Şu birinci nüskısı bakya. Şu kütüphanıga özünün barlıq kitaplarını yani 7000 parçaga yaqin kitap bo'libdi. Hozir aş kütüphananın içinde Uyg'urga dair gezit jurnal bulamdı, ilgiri vatanda e'lon qilingan, chet elda e'lon qilingan bulamdı. O'sha kitaplarning hammasini topalaydi ekansiz. Ashu ilmiy kitobdan tortib, roman, she'r, kitap hammasi bor ekan. Uning ichiga kirib qilib bir g'azinaga kirgandek hissiyotda bu dadamning kitobini quchoqlab, shunchalik ko'nglim yerim bo'ldi, ham xush bo'ldim. Birdamda unutib qoldim, meni kechiring, ash kitobxonaga o'zining kitoblarini taqdim qilgan Arabistondan kitaplarını taqdim qilgan akimizning ismi Abduxelil Ajibdi. Rahmatullah, meni kechiringlar. Rahmatullah ustozga dadamning aşı qo'l yozmasi bilan shu taqdim qilgan kitobga, ash dadamning pochurklarini ko'rib sevib ketdim. Shunchalik hayajonli bir minutlar bo'ldi. U yerga men bu kitobni taqdim qildim. Demakchi, Atibal Ishkilimizning kitobi bu g'azinaga kiribdi. Ashani aylanib o'tib, shu kitoblarning ko'pinchisini shu xalqimiz chet ellarga chiqqan, muajiratga yashayotgan Uyg'urlarimiz taqdim qilib, shunchalik jiqaydi deydi. Demakchi, tama ko'l bular deb mayli nima ish qilaylik, hamkorlikda biz har qanday ishni qila oladiganmiz. Men o'sha narsalardan texmi bak umidlandim.